O'tiringlar. Rahmat. Men turaveraman. Gражданин судья, o'tira olmaydi bu. Kasal odamni mayna qilish gunoh bo'ladi. Gemoroydan cheksangiz ham, gemoroy tip eng zo'r malham. Ha? Televizor ko'rib o'tiribsanmi? Nomoddiy aktivi hisoblanadi. U elektron tarzda paydo bo'ladi, elektron tarzda o'tadi, ya'ni yuradi va elektron tarzda yo'qoladi. U ham mablag'da uyda hamja zerikib ketdi-yu odam. Ko'chaga chiqay desam, issiq, oftob urib qo'ymasin deyman. Televizor ko'ray desam, kino ham yo'q. Hammasi to'rttasi o'tirib olib maslahat beradi. Yo, otalar so'zi bo'lib yotibdi. Yo'q, mana shu jazirama issiqda 60 dan oshgan otangiz ter to'kib g'isht teryapti qurilishda. Bolalarimni, nevaralarimni boqaman, tushundingmi? Ishlamasinlar. Men otamga ishlang, qurilishga boring debmanmi? Yo'q, unday bo'lsa-ki, oshqozoningni olib tashlaymiz. Bolalarning og'zini tikib qo'yamiz. Nima deysan? Ona, menda nima gunoh? Otam o'zlari-ku 40 yildan beri xalqqa xizmat qilib 2 million arzimagan nafaqa olyaptilar. Ana, do'stim Abbosi dadasi 7 milliondan oshiq nafaqa olar ekan. Eshitib havasim keldi. Yo'q, havasingiz keldimi? Mana shu 2 million, meni 1 million nafaqam dadang bilan ikkalamizga bemalol yetib ortadi aslida. Bilasanmi shuni? Hozir dadangni ulfatlari bilan choyxona yurib, qarilik gashtini suradigan payti. Nima qilibdi? Ishlayversinlar. Uyda zerikib o'tirgandan ko'ra yaxshi-ku. Sen ham ishla. Yoshsan. Kuch-quvvating hali joyida. Jon deb ishlardim ona. Men ishlasam, bolalarni maktabga, bog'chaga kim olib borib keladi? Sizga dori kerak bo'lsa, dorixonaga, do'konga. Joningizga oro kiradigan men-ku, ona. Rosa savob ish qilayotgan ekansizda, Unda men-chi, xotining-chi? Nima qilib o'tiramiz? Laparaytib o'tiramizmi, Topgan bahonangni qara, uyalmaysanmi, Yozda jazirama issiq deysan. Qishda qahraton sovuq deysan. Bahorda, kuzda yog'ingarchilik deysan. Axir bu yoshgina umringni xazon qilib behudaga o'tkazib yuboryapsan-ku. Shuni bilyapsanmi? Aytyapman-ku. Uydan ko'ngil uzib keta olmayman. Hayolim sizlarda-de, ona. Mayli. Hovliga chiqib keliningizdan so'raychi. Nima ovqat qildi ekan? Qornim ochib ketdi-de. Xudoyim. Bu bola kimga o'xshadi ekan? Yaxshi gap bilan tushuntirsam, yo tushunmaydi, yoki o'zini go'llikka soladi. Kimga tortdi bilmayman. Otasiga zarracha rahmi kelmaydi. Doim iversib yurgandi. Ahmoni tinimi yo'q, ishini unimi yo'q deganlari shu bo'lsa kerak. Ertalab nolishtani ham tayini bo'lgani yo'q. Tushlikka nima ovqat qilding, onasi? Tuxum qaynatyapman dadasi. Dadajon aytdilar, kartoshka piyozlarni tejang deb. Ertalab tuxum qaynatib yeylar. Bir kunda bir mahal ovqat qilsangiz yetadi dedilar. Shu dadam ro'zg'or ishlariga aralashmasalar bo'lardi-da. Shuncha nafaqa oladilar. Nima qilarkinlar shuncha pulni? Qiziqsiz-a? Bolalarimizni bog'cha pulini to'ladilar. Oyijonni bu yoqda dori darmonlari bor. Qolaversa, ro'zg'orga ham ancha-muncha pul ketyapti, dadasi. Ro'zg'or qilib tursalar bo'lardi. Kommunalni pullarini to'lamay turib. Bo'sh qop tikib turmaydi-yu. Dadajon ham aytsalar kerak. Bir tekin tomog'im 5 ta bo'ldi deb. Ularga ham oson emas. Men
Tikuv sexiga ishga kirsammikin, dadasi? Sal bo'lsa ham yordam bo'lardi. Yo'q, onasi. Sen ishlab nima qilasan? Bolalarni maktabga, bog'chaga kim olib boradi? Men ertalab voqli tura olmasam, o'zing bilasan-ku. Sizga gapirganning foydasi yo'q. Betingiz ham qalinlashib ketgan. Hozir bir Abbosga telefon qilib, bir oshga eritsam. Yaxshi o'tiraydi. 4 ta tuxumingga kim to'yardi? Siz ham ozgina qimirlasangiz bo'lardi. Ishi ham beliga tepdilar. Alo? Alo. Abbos, yaxshimisan do'stim? Ha, Dilmurod, yaxshimisan og'ayni? Bu ishdan bosh ko'tarib, ozgina bizani ham yo'qlab tur. Gina qilma og'ayni. O kuni soat 10larda uyingga bordim. Uxlab yotgan ekansan. Xotining shunaqa dedi. Uyg'ot desam, uyg'ota olmayman. Jahllari chiqadi dedi. Indamay qaytib ketaverdim. Ha, bizani xotin o'zi shunaqa to'g'miya. Kim so'rab kelsa, quloq tilida yuboradi. Hozir qayerdasan? Tushlik qilgani kelayotgandim. Shu ko'chani boshidaman. Ha, bo'pti, boraman hozir yoningga. Xo'p, bo'pti. Uyda o'tiraverib zerikkan shekilli. Qani endi gapga quloq solsa-yu, bir ishning boshini tutsa. Bechora Islomota qariganida takasaltang o'g'liga qo'shib 3 ta bolasini ham boqyapti. Yaxshimisan? Do'stim, Nimalar o'ylab turibsan? Seni ham ko'radigan kun bor ekan-ku, bormisan? borman, yuribman. Yugur bilan vaqt qanday o'tganini ham bilmaydi odam. Senga mazza-de. Yotib ishlamasang ham bo'ladi. 3-4 ta do'koning bor, tomib turadi. Nega unaqa deysan? Ishlamasak bo'lmaydi, do'stim. Do'kondagi mahsulotlarni bilasan, kun ora yangilab turish kerak. Boshida o'zim turmasam, ish unumi bo'lmaydi. Do'konni ham dahmazasi ko'p degan. Ha, endi qarab turish kerak-da ishga. Uzr o'rda, javob bermasam bo'lmaydi. Alo. Aka. Topilmayaptimi? Men ham qidiryapman, endi nima qilamiz? Yo'q, hech qayerda yo'q, unaqa donor topilmayapti. Yana surishtirib ko'raman, aka. Kim biladi endi? Aytyapman, hammaga aytyapman. Tanish-bilishlarga ham aytyapman. Shu bo'lmasa dunyo to'xtab qoladigandek go'yo. Men ishlayapman, sen uyda o'tiribsan deb kinoya qildim o'zicha. Voy, supras quruq-ey. Do'konlarim bor deb keriladi-da, lekin ovqatlangani har kuni uyiga keladi. Qurumsoq. Seni o'rningda bo'lganimda, bu issiqda tog'dan beri kelmasdim. Pulni ayamasdan yeb ichib yotardim. Xo'p, mayli. Uzr do'stim, javob bermasam bo'lmasdi. Bir okaxonimiz bor. Boshiga tashvish tushib qolgan. O'shanga gaplashgandik. Bu gaplashishingga qaraganda jaboyvachcha odamga o'xshaydi. Ha, boy odam, lekin kamtarin, samimiy, qo'li ochiq odam. Nima bo'lgan ekan o'zi? Boylarda ham muammo bo'lar ekan-da. Bo'ladi do'stim, bo'ladi. Bitta qizini ahvoli og'irlashib qolgan. Shifokorlar zudlik bilan bitta buyrakni o'tkazish kerak deyapti. Qarindosh urug'larning hech kimini buyragi to'g'ri kelmayapti. Puldor odam bo'lsa, birortasiga shartli pulni berib sotib olsa bo'lmaydimi? Shunaqa qilishmoqchi. Katta pul evaziga qiziga bitta buyragini beradigan donor izlashyapti. Hamma hujjat ishlarini ham o'zlari tayyorlashadi. Faqat donor topilsa bo'ldi. Nima? Donor ayol kishi bo'lish kerak ekan. Buni aniq bilmayman. O'zi qancha berishar ekan? 15-20 ming dollar atrofida deyishdi. Donor topilsa, operatsiyadan oldin
pulni naqd berishar ekan. Pul bo'lsa, har qanday dardga davo topilar ekanda. Abbos, shu tanishing telefon raqamini menga ber. Bir tanish bilishdan so'rab surishtirib yordam qilardik. Mayli. Bo'lmasam SMS qilib tashlab qo'yaman senga. Bo'pti. Seni ham ishdan qo'ymay, bir xizmat bo'lsa, qo'ng'iroq qilaver. Mayli do'stim. Aloqadaman. Xo'p. Uyga kirmaysanmi, ishlik qilardik. Xudo xolasa, ko'rishamiz. $20,000 bo'lsa, bitta jentini olsam, 13,000, 14,000, 6,000, 7,000 qolsa, mabodo 5-6 oy maza qilib yashasa bo'ladi. Hali ko'rsatib qo'yaman hammangga. Qolganigacha. Dilmurod. iPhone 16 olamiz. Telefonni ham yangilab olish kerak. Ha, yaxshi. Choydan ich. Oyi. Men Lacetti mashina oldim. Uyda yotaverish jonga tegdi. Yotib yeganga tog'am chidamas ekan. Yo'q. Endi aqling kiribdi bola. Yoshligingda tanijoning sog' paytda ishlab turganing yaxshi-da bola. Men ham shuni aytayapman-da. Ko'chaga chiqib 3-4 soat taksi qilsa ham 400,000, 500,000 topsa bo'lar ekan-da. Siz 200,000 topsangiz ham bo'ldi. Faqat qimirlab yursangiz bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Qimirlagan qirdan oshibdi deyshadi. Bunday qarasam, hamma oshna og'ayimda mashina bor. Choyxonaga borsam, qaysi biriga o'tirishni bilmayman. Bolam, endi bundan buyog'iga bolalaring ham katta bo'lishyapti. Ular katta bo'lgan sari xarajati ham, ehtiyoji ham katta bo'ladi-da. Endi ishlashing kerak. To'g'ri o'ylabsan. Dadasi, rosa qiziqib ketyapman. Mashinani qaysi pulingizga qayerdan olasiz? Ha? Menga qara. Yoki baraka topkur do'sting Abbos yordam beraman dedimi, a? Ona, men hech kim yordamiga muhtoj emasman. Mashinani bo'lib to'lashga olsam, yarmida to'lamay qolsam, keyin shuncha to'lagan pulimga kuyamanmi? Xo'p, unda qanday olasiz? Qaysi pulga? Qanday olasan unda? Seni bitta buyraging sotamiz. Hazillashyapsizmi? Nega hazillashgan ekanman? Unda meni o'zimni sotsangiz bo'lmaydimi? Bitta buyragingni bersang, hamma muammo hal bo'ladi. Bolam, mabodo hazillashmayapsanmi? Balki meni jigarimni sotarsan, a? Ona, siz bo'lmaysiz-da. Donor sog'lom, yosh bo'lish kerak. Donor? Bu nima deganing? Sal tushuntiribroq gapir. Bir boy akamizni bemor qizlari bor. Zudlik bilan buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasini o'tkazish kerak. Shuni donor deydi, ona. Endi o'sha boyvachcha akamizni qarindosh urug'larini buyragi to'g'ri kelmagan ekan, pulga donor qidiryapti. Endi shunga meni buyragimni sotishga qaror qildingizmi? Bu oddiy operatsiya. Donorga ham, bemorga ham hech narsa qilmaydi. Onasi? Unda nega o'zingiz bermayapsiz? O'zing ber. Ona, meni belim og'riydi. Sog'lom buyrak kerak. Seni buyraging sog'lom, saniki tushadi. Hey bolam, birov eshitsa nima deydi? Uyat-ku bu, uyat, sharmanda. Dadasi, shunchalik mashina olish xohlayapsizmi? Onasi, judayam mashina mingim kelyapti. Mashinani eshitsam, etlarim jimirlab ketyapti. Unaqa bo'lsa, o'zingizni buyragingizga qo'shib, yuragingizni ham soting. Meni buyragimga tegmang. Ahmoq xotin. Baribir meni aytganim bo'ladi. Sotadi buyragini, ona. Ahmoqsan bola, ahmoqsan. Baribir meni aytganim bo'ladi. Men seni eringman.
Nega endi siz aytganingiz bo'lar ekan? Gap meni sog'lig'im haqida ketyapti. Sog'lig'ingga shifokorlar kafolat beryapti. Tushundingmi? 100% kafolat beradi. Yana senga nima kerak? Nima? Agar buyragimni bermasam, meni uydan haydaysizmi? 3 ta bolam bilan ko'chada qolaymi? Qanaqa xotinsan? Men o'zim uchun qilyapmanmi? Sizni xayolingiz joyida emas. Sizni eshitishni ham xohlamayapman. Nima Shovqon? Dilmurod. $20,000 degan. Ha, dada. Naqd berishadi. Bu pulni uxlamay ishlasam ham topa olmayman. Mashina olishni xohlayotgan ekansan, boshqa yo'llari ham bordir. Masalan, ozginasini boshlang'ichini berib, keyin oyma-oy to'lab bo'lsa ham bo'ladi-yu. O'ylab ko'rdim. Ba'zi bo'lmaydi-da, dada. Undan ko'ra naqdga olgan yaxshi-da. Ha, unda bo'lsa, keyin meni buyragimni sotamiz. Dada, siz ham, oyim ham to'g'ri kelmaysiz. Sizlar qarib qolgansizlar. Mani bo'lsa belim og'riydi. Kelinniki to'g'ri kelar ekanmi? Uniki 100% to'g'ri kelar ekan. Faqat tezroq tekshiruvlardan o'tishimiz kerak, ulgurishimiz kerak. O'g'lim, insonni organizmini sotish bu jinoyat. Ertaga qamalib ketishi mumkin-ku. Bu yoqdan xavotir olmang. Hammasi qonuniy bo'ladi. Ozodani o'zi men o'z xohishim bilan buyragimni beryapman deb yozib beradi. Demak, hammasini hal qilib bo'lgansan, to'g'rimi? To'g'ri dada. Hammasi hal bo'lgan. Xamirdan qil so'rgandek bo'ladi. Hech senga tarbiya bergan menga ming la'nat. Nega unaqa deysiz, dada? O bola, birinchi va oxirgi marta aytishim. Bizni jismimizni sotish mumkin emas, tushunyapsanmi? Gapim tamom. Ertadan boshlab men bilan qurilishda ishlaysan. Tamom. Dada, men ishlay olmayman. Belim og'riydi. Nima? Bu uyda mendan boshqa muammo yo'qmi? Hammanglar menga yopishib olgansizlar. Tur yo'qole. Tur. Ozosh, meni ham tushungan, iltimos. Siz ham meni to'g'ri tushuning. Buni eshitishni o'zi dahshat. Nimasi dahshat? Shifokorlar 100% kafolat berishyapti. Bunaqa operatsiyalar kuniga 100lab o'tkazilar ekan. Xo'p, men rozi bo'ldim deylik. Lekin bolalarchi, ularga kim qarab turadi? Bolalardan xavotir olma. Ana oyim qaraydilar. Yoki ammasinikiga olib qo'yaman. Opalarim bor-ku. Sen hech xavotir olma. Agar men operatsiyadan chiqmasam, unda nima bo'ladi? Nega chiqmaysan operatsiyadan? Shifokorlarning aytishicha 100% kafolat berishar ekan. Bilmadim. Negadir ko'nglim g'ash. Men sizga kerak bo'lmasam ham, lekin bolalarimga kerakman. Menga ham keraksan, onasi. Xo'p. Operatsiya yaxshi o'tdi deylik. Lekin keyin og'irlashib qolsam-chi? Unda nima bo'ladi? Sen bu yoqdan umuman xavotir olma. U boyvachcha odam umrini oxirigacha qaraydi. Bo'lmasa men bir o'ylab ko'ray. Gaplaringizda jon bordir. Ha? Ana, bu boshqa gap. Sen bo'lmasa yaxshilab o'ylagin. Men haligi boy odam bilan gaplashaman. Mashinani ham sekin surishtirib ko'raman. Ikkilanib qoldim dadasi. Bu yerda pul go'yoki osmondan tushgandek bo'ladi. Ha, onasi, xayol surib qoldingizmi? Yo, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashyapsizmi? Ha? Xayolim ketib qopti dadasi. Tuni kuni Abbos uyiga bordim. Ayolini qo'lidachi shunaqa katta birdan tuzuv ko'rdim. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, salom berib turganda ko'zim tushdi. Yaqinda xotinining tug'ilgan kuniga sovg'a qildi. Mana shundoq katta birdan tuzuv. Egasiga buyursin. Meni hamchi orzu niyatlarim bor. Katta birdan tuzuv, ziragi, troslari bilan olib beraman. Onasi, bu ishchi o'zi juda oson. Sendan
buyragingni bittasi qani deb kimdir so'raydimi? O'zing o'ylab ko'r, eng zo'r butiklardan kiyimni olsak. Ha, shunaqa yarashadi desang. Meni sog'lig'imga hech narsa bo'lmaydimi? Aniq kafolat berishadimi? Hozir aytdim-ku, kafolat berishadi. Mayli. Ertalabgacha o'ylab ko'ring. Hali vaqt bor-ku. Mana boshqa gap. Sen o'ylab ko'r. Ko'p ichasan? Hozir kel. Yaxshilab o'yla. Qani yur. Bo'la qol, kechga qolamiz bo'lmasa. Hay. Bolalarim. Jon bolalarim. Shu fikringdan qaytgin. Axir xotining yarim jon bo'lib qolsa, nima qilasizlar? Ona, hech narsa qilmaydi. Bitta buyrak bilan yashayotganlar qancha. Ana do'stim, Abdullaning xotini ham ancha yildan beri bitta buyrak bilan yashaydi. O'lgani yo'q, hech narsa qilmadi. Menga qara. Abdullaning xotini bilan xotiningni tenglashtirma. Uni xotinini qarovi zo'r, yeyishi zo'r, malikalarda yashaydi. Uyda qancha xizmatkori bor? Ona, shu ish bitsa, meni xotinim ham qirolichalikda yashaydi, xudo xolasa. Oyijon, mayli. Qo'yavering. Shu kunlar ham peshonamda bor ekan. Alloh o'zi bir yo'lga boshlar. Faqat oyi, iltimos. Opamga qo'ng'iroq qilib turing. Bolalarimdan xabar olib turing. Jon qizim, o'zim o'rgilay sizdan. Hali ham kechmas. Shu fikringizdan qayting, jon bola. Ona, pishib turgan ishchi ortga qaytarmasangiz-chi? O'g'lim, otang hali nima deydi bu ishingdan norozi bo'ladi. Nima desalar ham meni xotinim bu. Ona, yur, ketdi. Kechga qolamiz. Ilohim, ishinglar o'xshamasin. Donorlik masalasi hal bo'lmasdan qaytib kelgin, amin. Allohu akbar. O'zimiz, ha? Yaxshimiz, ha? Yaxshimiz. Rahmat. O'zing qalaysan? O'zimma. Olding buni? Hay. Qo'yli. Xursand bo'ldim ko'rib. Buyursin, yaxshi kunlaringga xizmat qilsin. Rahmat. Qachon yuvamiz endi buni? Mavrida bo'lishi bilan o'zim aytaman. Hozir yaqinda bir katta pul tushishi kerak. Shuni kutib turibman, do'stim. Yaxshi, lekin rostdan ham xursand bo'ldim. Bu seni indamay yuribdi desam, biznes boshlab o'rganmisan deyman-da. Endi u yoqqa aralashma, o'zim bilaman. Xudo xolasa katta banketmanda. Bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim, o'rtoq. O'tgin uyga. Gaplashamiz. Xo'p, yaxshi borgin. Xo'p. Bo'pti, o'rtoq. Xo'p. Assalomu alaykum, ona. Mana mashinali ham bo'ldik. Voy, bu qanaqa mashina bo'la? Dadangga nima deymiz? Dadamni qo'ysangiz-chi, undan ko'ra tabriklasangiz-chi. Men ham odamman-ku, yashashga haqqim bor, ona. Darvozani oching. Tojon olib kirib qo'yaylik. Ishqilib. Oxiri baxir bo'lsin-da, o'g'lim. Oxiri yaxshi bo'ladi. Oching darvozani. Onasi! Hozir. Voy, dadasi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'ling axiri o'zini aytganini qilibdi-da, ha? Haligi dadasi, men
o'g'lingizga gapimni o'tqiza olmadim. Siz ketganingizdan keyin kelinni klinikaga olib ketdi. Bollarni qizimiznikiga tashlabdi. Kelinni ham bir balo qilib ko'ndiribdi. Nima qilay? Ko'ndiribdi degan. Dilmurod! Dilmurod! Dadasi qo'shnilar eshitadi. Ha dada. Bola, Bo'ldi. menga qara bola. Seni tarbiya qilguncha, itni tarbiya qilsam, boshim bunday nadomatga qolmasdi. Hozirroq ana mashinani ko'zimdan yo'qot. Kelinda qanday olib ketgan bo'lsang, shundoq olib kelasan, tushundingmi? Bolalar bilan birga yo'qol. Dadasi. Yaxshiyam dadam. Jahl ustida mashina biron nima qilmadilar. Ha, jahl ustida yoqib yubormaganlariga ham shukr qil. Dadam bunday qilmaydilar. Lekin qo'llari qattiq ekan. Bo'ldi. Menga qara. Endi nima qilmoqchisan? Hech narsa qilmayman ona. 3-4 kun ko'zlariga ko'rinmay turaman. Sal hovurlardan tushganlardan keyin sekin yelkamni qisib kelib, uzr dada deb uzr so'rab qo'yaman. Osongina qutulib ketar ekansan-da. Menga qara bola. Men pishib turgan o'rikman. Bir kuni bandimdan shart uzilaman u tuproqqa kiraman. Na senga gapim o'tadi, na otangga. Bilmayman. Ko'nglingga nima kelsa o'shani qil. Men biror mehmonxonaga borib 3-4 kun o'sha yerda turaman. Ismimni oling. Ro'zg'orga ishlatasiz. Dadamni hovurlardan tushirishga ham harakat qiling. Men 3-4 kun ko'zlariga ko'rinmayman. Menga qara. Kelindan ham hol ahvol so'rab qo'y. Qo'ng'iroq qilib so'ray desam, telefoni ham yo'q bo'lsa. Kelindan xavotir olmang. Jamaza qilib yotibdi. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Shunaqa deb o'ylaysan-da. Ey Xudo. Meni bu uyda kimdir eshitadimi? Ezilib ketdim-ku, tamom bo'ldim. Dadam bilan janjallashib qoldim. Menga qilgan munosabatlarini ko'rib, boqib olishmaganmikin deb o'ylab qolaman. Nega unaqa deysan, do'stim? Dadalar har doim farzandimga yaxshi bo'lsin deyshadi. Bizni paqan unaqa emas. Mashina olganimni ko'rib, qulluq bo'lsin o'g'lim deganlari ham yo'q. Ichim og'ridi. Noto'g'ri o'ylayapsan, do'stim. Mana men dadaman. Hech qachon yasha o'g'lim demaganlar. Shunchaki yaxshi bo'pti, yaxshi qilibsan o'g'lim deb shunda boshlarini chaqab qo'yarlar xolos. Lekin bilaman, 24 soat meni duo qilib turarlar. Mayli bu gaplarni qo'y. Bugun uyga bormayman. Shu toqqa chiqib ketsammikin, 3-4 kun dam olib kelaymikin, o'zim xursand qilaymikin deb turibman. Dadangga arazlab shunaqa qilmoqchimisan endi? Ha, bo'sh bo'lsang, yur sen ham. Ikki do'st boshi-boshiga qo'yib, bir dam olib kelamiz. Yo'q do'stim. Men dabdurustdan ishimni tashlab keta olmayman. Sen yaxshisi uyingga bor. Dadangdan uzr so'ra. Undan keyin onangni ham qo'shib olganda birorta joyga olib borgin. Chiroyliroq joylarda aylantir. Ovqatlantir yaxshiroq joylarda. Savob tagida qolasan, do'stim. Uni ham mavrida kelib qolar. Bo'pti, men ishlarim bor edi. Mayli. Sog' bo'lgin. Hammasi do'stman deydi-yu. Mashina olganimni ko'ra olmaydi bular. Do'stdan ko'p dushmaning. Ha, kampir. Uyda kelin yo'q, o'zing kelin bo'lib yuribsanmi? Kampir deb rosa qaritib yubordingiz o'zi ham. Bundoq erkalatib onasi, oyijonim siz bo'ladi-yu. Ha, endi kampir bo'lganingdan keyin kampir deyman-da, xotin. Mayli, siz uchun kampir bo'lsam bo'la qoling. O'g'lingizdan xabar bormi? Xabar yo'q. Necha marta telefon qildim, xabar yozdim, umuman javob yo'q. O'zingiz ham noto'g'ri ish qildingiz.
katta yigitda qo'l ko'tarib. Bolam sho'li qayerlarda yurganikini endi. U noshudga jin ham urmaydi. Bilasanmi, shu men kelindan xavotirdaman, kelindan. Shu qaysi kasalxonada yotganligini bilganimda o'zim borib olib kelardim. Kimdan so'rashni ham bilmay men ham hayronman. To'xta. Shu Abbos yoniga borib kelsam. Kishi bilmas sekin so'rayman. Ajomas u bilar. To'g'ri aytasiz. Menimcha donorlik haqida ham Abbos aytgan shekilli adashmasam. Bir ilmoqlab gap tashab ko'ring. Mayli. Klinikani bilsak bo'ldi, kelin o'zimiz topib olamiz. Bo'lmasa chiroyli qilib suyuq ovqat qilib turgan. Mayli, xo'p. Yaxshi borib keling. Xo'p. Endi kelin sizni olib ketgani keldi. Voy. Hozir narsalaringizni yig'ishtiring. Men pastda kutib turaman. Yo'l-yo'lakay bolalarni ham olib ketamiz. Yo'q, dadajon. Men keta olmayman. Analiz javoblarini kutyapmiz. Keyin o'g'lingiz oldindan pul olib qo'yibdilar. Gap pulda emas. Men shunchaki bemorga rahmim kelyapti. Unga umid berib qo'yganmiz axir. Rahmingiz kelgani yaxshi, lekin o'zingizni kelajakni ham o'ylash kerak-da. Ertaga bolalar katta bo'lyapti. Mayli. Buyog'i Xudoyimga omonat. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz uyga boravering. Ovora bo'lib kelib o'tirmang, dadajon. Men o'zim qo'ng'iroq qilib turaman. Mayli kelin. Mayli. Siz aytgancha bo'lib qolsin. Iloyim sog'-salomat. Mayli kelin. Omon bo'ling. Xo'p. Rahmat, dadajon. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Bilaman. Bu ishim xato. Lekin nima qilay? Erim uchun, farzandlarim uchun shunga roziman. Ey Allohim, balki bundan keyin erimga insof berib, u ham kira qilar, oilamizga foydasi tegar. Allohim, jonimni omon saqla. Men hali bolalarimga kerakman. Siz nima? Juda jasoratli ayol ekansiz. O'z jismingizni bir parchasini begona bir ayolga hadya qilish uchun ham tayyorsiz. Endi shunday qilishim kerak. Uzoq tekshiruvlardan so'ng tahlil natijalarini oldik. Bunaqa ishlar ko'p vaqt talab qiladi. Operatsiya qilish uchun sinchiklab tekshirmasak bo'lmaydi. Donorni ham, bemorni ham yaxshilab tekshirishimiz kerak. Tushunarli. Kutish juda qiyin ekan. Bir kun xuddi bir yildek o'tdi. Eng og'ir kutish ayniqsa bemor uchun bo'ladi. Ha, lekin bitta xush xabar aytsangiz, hammasi yuvilib ketadi. Afsuski, bu xabarim siz uchun xush, bemor uchun noxush bo'ladi. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Tahlil natijalariga ko'ra, sizni buyragingiz bemorga to'g'ri kelmadi. Birlamchi tahlillar buni mos ekanligini ko'rsatdi. Lekin chuqur tekshiruvdan keyin buni aksi bo'lib chiqdi. Siz bemalol uyga qaytsangiz bo'ladi. Operatsiya qilishdan foyda yo'q. Lekin bemor endi nima qiladi? Bunday holatlarda yana boshqa donor qidiriladi. Afsus. Bemor juda katta umid bog'lagandi. Mayli, sog' bo'ling, ishingizga omad. Mayli doktor, rahmat. Ilohim bemorning mushkuli oson bo'lsin. Rahmat sizga doktor. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Menga qarang. Xotinimni donor bo'la olmaysan deb haydab yuborishga nima haqqingiz bor? Rostini gapiring. Biz hech kimni haydaganimiz yo'q. Tahlil natijalariga ko'ra xotiningiz donor bo'la olmaydi. Nimaga bo'la olmasa ekan? Sizning maqsadingiz nima o'zi? Chantaj qilib, biriksim undirishmi? Sizning maqsadingiz nima? Bemorning kimi bo'lasiz? Bunchalar jon kuydirmasangiz. Uzoq tanicha bo'laman. Bir yaxshilik qilay degandim. Tez xonamdan chiqib keting. Aka,
sizni ishingiz operatsiya qilish. Keling bir yaxshilik qilib oling. Shu xotinimni buyragiga tushadigan bir bemor topib bersangiz, o'zim sizni rozi qilaman. Ey, menga qarang. Chiqib keting xonamdan dedim. Aka, menga hozir pul juda ham zarur. Iltimos bir yaxshilik qiling. O'zi chiqib ketasizmi yoki ichki ishlar chaqiraymi? Chiqing. Hech gapga tushunmaydigan doktor ekansiz. Aka, shu yetgan paytimga ozgina pul cho'zilib qoldi. Yana ozgina kutib turing, iltimos. Oldi sotdi shartnomalarda iltimoslar o'tmaydi. Sizlar ham odamsizlar-ku. Ozgina kutib turinglar. Aka, sizga bir nechta takliflarni aytdik. Siz o'zingiz yo'q, naqd pul, faqat 2 ga bo'lib beraman dedingiz. Ha, shunaqa dedim. Ba'zan uydagi gaplar ko'chaga to'g'ri kelmay qoladi-ku, aka. Biz bilmaymiz. Ertaga yo qolgan pulni olib keling, yo mashinani. Mashinani olib borsam, to'lagan pulimni qaytarib berasizlarmi? Aka, siz meni eshitmadingiz shekilli. Berilgan pul shartnomani buzganingiz uchun qaytarib berilmaydi. Ha, nimaman? Ahmoq bo'lib shuncha pulga kuyib qolaveramanmi? Shartnoma shartlarini o'qib o'zingiz rozi bo'lib imzo qo'ygansiz. Aka, kelishaylik. Qo'limdagi bor pulim hammasi kasalxonaga ketdi. Ayolimni tobi qochgan. Bu sizning muammoingiz. Ertaga sizni ofisda kutamiz. Kelasiz-a? Hozir hamma firibgar bo'lib ketgandek. Ey Alloh, do'st dushmanning oldida o'zing sharmanda qilma. Hamma qarab turibdi. Shu muammolardan o'zing olib chiqib ket. O'zing yordam ber. Boy aka, kelin bizni duo qilib qo'ysinlar deb bergan puldan voz kechib Yo'q, shu pulni qanaqa qaytaraman deb rasa boshim qotib turgan. Ha, iloyim baraka topsin. Men ham o'ylab o'yimga yeta olmayotgandim. Do'stim, endi bu pullardan qolganini oilangga, bolalaringga ishladi. Abbos, bu yoqda mashina ham muammo bo'lib turibdi. Iloji bo'lsa yordam qor do'stim. Endi bu mashinani egasiga topshir. Ko'zni ochligi Xudoyimga ham xush kelmaydi, bolam. Dada, shuncha pul to'ladim. Kuyib qolaveramanmi? Uyalsang bo'lardi, o'g'lim. Ha, sen peshana tering bilan mehnat qilib pul topgani yo'q-ku. Seni gapingda ham jon bor. Mashinani olgan joyingga borib, katta xo'jayini bilan gaplashib ko'rish kerak. Vaziyatni tushuntirish kerak, sharoitni tushuntirish kerak. Balki u ham tushunar. Keyin o'sha mashinangning pulini ham oyma-oy bo'lib to'lashga rozi bo'lar. Abbos o'g'lim, shu ishni hal qilishga o'zing birga borgan. Bu do'stingga ishonch yo'q. Shunaqa qilaylik do'stim. Sen birga bor. Mayli. Birga boraman, lekin dadangni oldida va'da ber. Qulog'ingni qimirlatmasdan ishlaysan. Tushundingmi? Mashinangni ham kira qilib pulini to'laysan. Keyin oilangga ham pul olib kirasan. Bo'ldi endi islomotda dam olsinlar. Qarli gashtini sursinlar. Baraka top. Tushundim. Shu ish hal qilaylik. Birga borsang bo'ldi do'stim. Bo'pti, boraman. Mayli bolalarim. Iloyim ishlaringni rivojini bersin. Amin. Allohu akbar. Oyjon, issiqqina choy olib keldim. Keling, bolam. Juda yaxshi-da. Dilmurodni ham uyg'oting, chiqib choyini ichsin. Oyjon, o'g'lingiz tong sahardan kira qilishga chiqib ketdilar. Tong saharlab deysizmi?
Xudo beraman, insof beraman desa shu-da. Rostdanmi? Voy, shukurding dadasi. Shukurding. Yana qaytib kelib qolmasin. Kulishib ketdi bahona qilib. Men ham shu kunlarni ko'ramanmi deb orzu qilardim. Ha. Odamlarni o'g'liga o'xshab ishlasa, ro'zg'orni but qilsa, ana shuni o'ziga shukur desa bo'ladi-yu. Ha. Kelin. Labbi. Yaxshi ham sizni buyuragingiz to'g'ri kelmadi-da. Bo'lmasam keyin gal pul kerak edi, meni jigarim ham sotib yuborarmi? Mayli, men bolalarga qaray xo'pmi? Mayli. Bora qo'y. Endi onasi tunu kun shu o'g'limizni duo qilaylik. Ha? Olgani oltin bo'lib, topganiga baraka bersin. Insof bergan shu bo'lsin. Voy. Zavtrak yaxshi yopadi-da.